Assalomu alaykum. Bugun 15-mart yakshanba. Zamirga chiqdim. Bu holisi bitta kotej formasiga tushgan ekan, chiroyli. Ikkita katta rom, eshik va yon taraflarda aylanmachasiga romlar. Hozircha klientimiz old tarafini polniy rangli deyapti, orqa taraflarini oq qilsak bo'laveradi deyapti. Xudo xolasa kelishib chiroyli holatda bitirib beramiz. Bu xonadonimizga old tarafiga shunaqa trio rom qilib berdik. Eshiklari keyin bo'lar ekan, stejkalaridan keyin, stejkalari bitgandan keyin bo'lar ekan. Va yonda, orqada polniy oq bo'ldi, trio rom bo'ldi. Va orqaga chiqib ketishga shunaqa PVH eshik va yonda romi bilan romi ham ochiladigan bo'ldi. Klientimizni talabidan kelib chiqib shunaqa shotlangan qo'yib berdi tillori. Romlarimiz trio bo'ldi. Batorli rezinkalar bilan vadasiga havo yo'llari bor. Har bitta romimizning bir tarafida slujniy mexanizmlari bor. Oq romlarimizda slujniy mexanizm bo'ldi. Bitta xonada bitta rom bo'lganligi uchun slujniy mexanizm bilan ochiladigan qildik. Bu joyda ham shunaqa vadasli havo yo'llari mavjud bor. Qanotlarida ham bor. Bu joyda ham rom qildik. Bu joyda umumiy qilib bergan ishimiz 18 ming so'm bo'ldi. Romlari hammasi trio bo'ldi. Orqa tarafdagi, chegara tarafdagi hamma romlarimiz oq triodan bo'lib, old tarafda 2 dona romimiz dub makku trio profildan bo'lib, hammasi podokonnigi bor va shotlankalari bilan bo'ldi.